sizlar bilan biz azimut haqida gaplashamiz. Azimut bu nima? Ya'ni shimol va aniqlanayotgan burchak oralig'ida hosil bo'lgan gradus bizda azimut demak burchagi deb ataladi. Endi azimut ikki yo'nalish oralig'ida hosil bo'lgan burchak. Bittasi doim shimolga, ikkinchisi aniqlanayotgan predmetga qarab turiladi. Azimutga oid masalalar bizning geografiya darsliklarimizda qanday mazmunda tushadi? Misol uchun siz biron bir predmetga 225 gradus azimut bilan borsangiz, ortga necha gradus bilan qaytasiz? Yoki siz biron bir predmetga 45 gradus azimut bilan borsangiz, ortga necha gradus bilan qaytasiz? Mana misol uchun 225 bilan borganimizda ortga 45 gradus bilan qaytamiz. Yoki 45 gradus bilan borsak, ortga 225 bilan qaytamiz. Buni chizmada ko'rishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun 225 bilan borsak, ortga 45 bilan qaytamiz yoki 45 bilan borsak, ortga 225 bilan qaytamiz. Ya'ni azimut burchagini aniqlayotganda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Demak, berilayotgan son 180 dan katta bo'lsa ayiramiz, 180 dan kichik bo'lsa qo'shamiz. Azimutga oid masalalar tushadigan bo'lsa, o'sha mazmunda ishlaymiz. Ya'ni boshqacharoq mazmunda ham masala tushishi mumkin. Misol uchun siz 100 gradus azimut bilan borsangiz, ortga necha gradus bilan qaytasiz? 100 180 dan kichkina. Ya'ni ortga qaytish azimutimiz 280 gradusni tashkil qiladi. Yoki siz biron bir predmetga 300 gradus bilan borsangiz, ortga necha gradus bilan qaytasiz? Deb turib, umumiy ravishda masala tushadigan bo'lsa, 180 dan katta bo'lgani uchun ayiramiz. Ya'ni necha 120 gradus. Azimutga oid masalalar aynan mana shunday. Ishlayotganda bitta qoidani unutmasligimiz kerak. Berilayotgan son 180 dan kichkinami, katta? Agar kichik bo'lsa qo'shamiz, katta bo'lsa 180 dan ayirib olishimizga to'g'ri keladi. Mana shunday mazmunda azimutga oid masalalar ishlaymiz.